Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men ismim Ibrohimjon. Bugun sizlarga ajoyib proyekt haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu proyekt Casa Canal proyekti AHS Group tarafidan qurilmoqda. Ko'p turganlarga juda ham hashamatli proyektlardan biri. Parklar yonida joylashgan, suv bo'yida joylashgan, downtownlarga yaqin. Kelar proyekt lokatsiyasi haqida bir ko'rib chiqamiz. Mana Dubay xaritasi, Dubay aeroporti, downtown, Palma va Marina. Biz aytgan proyekt mana shu joyda joylashgan. Downtownga o'rtacha 5 daqiqalik yo'l, Marinaga 15 daqiqalik va Dubay aeroportiga o'rtacha 15-20 daqiqalik yo'lda joylashgan. Xo'p, ko'rayotganlaringiz mana Dubay kanali. Xo'p, bu Dubay kanal bo'yicha hozirda juda ham faqatgina hashamatlik proyektlar chiqmoqda. Bu ham shular qatorida. Xo'p, ularga nisbatan proyekt o'ziga xosligi bilan dizayni va penthouse'larda va binoda o'zidagi qulayliklar jihatdan boshqalariga nisbatan ancha ustunlik taraflari bor proyekt hisoblanadi. Xo'p, birinchi o'rinda ko'rayotganlaringiz bu joyda joylashgan. Eng yaqin mall aytadigan bo'lsak, Dubai Mall deyishimiz mumkin. O'rtacha 5 daqiqalik yetsa bo'ladi. Yo'qsa mana bu yerda Oasis Mall ham bor, Oasis Center. Eng yaqin plyaj mana Jumeirah plyaj, 24 soat ishlaydi va boshqa. Va City Walk ham o'rtacha 5 daqiqalik yo'lda joylashgan. Xo'p, proyekt o'rtacha faqat penthouse'lardan iborat. Umumiy 68 tagina kvartira bo'ladi xolos, ya'ni penthouse'lar va sky villalardan iborat bo'ladi xolos. Proyekt xuddi shu joyda joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek kanalga va Safa parkga qaragan bo'ladi. Va buni yana bir o'ziga xos taraflardan biri, buni yaqinroq qilib ko'rsatamiz. Mana shu proyekt hisoblanadigan bo'lsa, penthouse'lar faqatgina shunday qurilgan. Ya'ni penthouse shunday bo'lingan. Ya'ni bitta kvartirada ham kanalga tarafga qaragan qismi bo'ladi va Safa parkga qaragan qismi bo'ladi. Bu ikkala tarafdan ham vidlarni yuqori juda ham chiroyli bo'lishga olib keladi. Bu yerda mana bu yerdan Burj Khalifa ko'rinib turadi va bu yerdan Burj Al Arab ko'rinib turadi va yonda Safa parki borligi, suvi borligi juda ham o'ziga xos xususiyatlardan biri va har bitta kvartira xuddi shunday xususiyatga ega bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, umumiy kvartiraning etajlari 13 etaj, 68 ta penthouse va sky villalardan iborat umumiy olganda, lekin balandligi jihatdan ancha yuqori. Ya'ni bu yerda bir etajlik penthouse'lar va 2 etajlik penthouse'lardan ham iborat bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, shunga qarab narxlari boshqacharoq bo'ladi. Har bitta etajda balandligi 4,5 metr. Ya'ni 2 etajliklar 9 metrdan bo'ladi. Bu juda ham yuqori. Undan tashqari bu proyekt dizayn qilgan kompaniya Killa kompaniyasi Dubai Future muzeyida Marsa Al Arabda dizayn qilgan kompaniya hisoblanadi. Va bu proyektdagi mebellar Fendi Casa brendi tarafidan ishlab chiqariladi maxsus. Bu juda ham unikalniy hashamatli proyektlardan biri. Aytganimizdek, bundan tashqari ko'rib turganlaridek har bitta penthouse'da o'zining basseynlari bo'ladi. Ya'ni ko'rayotganingdek o'zining balkonlardan iborat va balkonlarda ham bir qancha qulayliklar iborat. Ko'rayotganlarga sunken deb endi pastga tushirilgan dam olish joylaridan iborat bo'ladi. Buni hozir planirovkalarini ko'rib chiqamiz. Bu mana lobbida qanday bo'lishi. Lobbida sushi bar bo'ladi. Bir qancha qulayliklarini basseynlari bo'ladi. 24 soatlik konserj xizmatlari, aeroport kutib olish xizmatlari, bundan tashqari Rolls-Royce taksi xizmatlari. Bu qisqasi shu o'rinda yashaydigan insonlar uchun kerakli bo'ladigan har qanday xizmatlar bo'ladi. Kerak bo'lsa sizga alohida maxsus jetlar ham buk qilib berishlari mumkin. Xo'p, bu birinchi etajda joylashgan qulayliklar markazi, wellness center deb ko'rganlaringizdek, mana bu yerda sport zali, basseyni, erkaklar va ayollar uchun kiyim almashtirish xonalari, mana reception, mana bu yerda pool lounge deb qo'yiladi, pool yonida joylashgan dam olish xonasi. Va mana bu yerda yoga room desak bo'ladi, mana massaj xonalari,
sartaroshxona, mana bu yerda juice bar deb qo'ydi, shu sharbatlar turadigan joy. Mana bu yerda steam room, sauna room, yana cold room, hammomlardan iborat bo'ladi. Bundan tashqari penthouse'larda o'zini qulaylari ham bor albatta. Bu mana shu massajlar qanday, xonasi qanday bo'lishi, hammomda qanday ko'rinishda bo'lishi, mana shu sharbatlar va shu pool lounge qanday ko'rinishda bo'lishi. Xo'p, bular Dubay kanaliga qaragan bo'ladi, aytganimizdek. Xo'p, bu mana penthouse'larning ko'rinishi, ya'ni 2 etajlik penthouse'da mehmonxonasi. Ko'rib turganinglardek, общий mana umumiy 9 metrdan iborat balandlikda bo'ladi. Pollari marble, devorlari yog'ochdan. Mana materiallari ham yuqori sifatli materiallardan iborat bo'ladi. Mana bu bunaqalari koja bo'ladi, teridan. Mana bu endi 1 etajlik penthouse'larning ko'rinishi, o'rtacha 4,5 metr. Aytganimizdek, qulaylari va boshqalari bir xil. Xo'p, ba'zi bir kvartiralar unaqa zinapoyasi bo'ladi. Shunday holatda ko'rib turganlaringiz, buni hozir planirovkalarini ko'rsatamiz. Bu endi basseynlarning qanday ko'rinishi, tashqaridagi terrasalarni va eng asosiysi burj xalifa ham ko'rinib turadi va bu tarafda baland binolarning yo'qligi burj xalifa har doim ko'rinib turishini kafolatlaydi. Ya'ni kanal binalik betida bunaqa baland binolar yo'q. Juda ham ajoyib. Mana ko'rayotgandek penthouse'larda o'zining basseyni bor. Bundan tashqari oftob toblanadigan joylari va sunken seat deb qo'yadi. Yana shu basseyn ichida pastga tushirilgan dam oladigan joylardan iborat bo'ladi. Mana shu kuxnyalarda qanday bo'lishi va juda ham ajoyib proyekt qilib, shunday ko'rinayotganingizdek shunday tartibda topshiriladi uylar. Xo'p, bu mana 3 xonalik, 3 yotoqxonalik uyda ko'rinishi. Mana ko'rayotganlaringizdek mana kirish. Endi bu yerda kanalga qaragan, bu taraf Sahfa parkka qaragan. Bu mana kirish, mana katta mehmonxona, oshxona. Endi bu yerda o'zining balkoni bor, balkondan o'tiradigan joylari va basseyndan iborat. Mana bu yerda yordamchilar xonasi, o'zining sanuzel bilan birga, umumiy общий sanuzel. Bitta yotoqxona o'zining sanuzel bilan birga. Mana ikkinchi yotoqxona o'zining sanuzel bilan birga. Va nima aytdi, master yotoqxona. O'zining sanuzeli va garderoblari bilan birga. Va mana bu tarafda ham o'zining balkoni bor va jakuzzisidan iborat bo'ladi va ko'rayotganlaringizdek bir qancha yashil zonalari ham bo'ladi o'zining. Ularning o'rtacha razmeri 460 kvadrat metrdan hisoblanyapti. Xo'p, bu 4 yotoqxonalik penthouse planirovkasi. Joylashuvga qarab bular o'zgaradi. Endi bu umumiy ko'rinishdagilari. Xo'p, mana bu liftlar, umumiy katta mehmonxona, oshxona. Xo'p, mana ikkinchi etajga chiqadigan zinapoya. Xo'p, mana umumiy sanuzel. Ko'rayotgan mana yopiq oshxona hisob, ya'ni yopiq oshxona. Xo'p, mana bu yerda yotoqxona bitta o'zining sanuzel bilan birga, ikkinchi yotoqxona o'zining sanuzel bilan birga va mana uchinchi yotoqxona o'zining sanuzel bilan birga. Va mana bu yerda yordamchilar xonasi o'zining sanuzel bilan birga va bular uchun ko'rayotganingizdek alohida lift va alohida kirish chiqish joylari bo'ladi. Va mana bu balkonlar, jakuzzi, bu yerda balkonlar, o'sha basseyn va ko'rayotganingizdek sunken seat. Bu ikkinchi etajga chiqilganda, mana shu yerdan chiqilganda mana bitta katta yotoqxona, o'zining sanuzeli va garderobli xonasi bo'ladi va tashqarida ham o'zining balkoni va basseyndan iborat bo'ladi. Bu endi 5 ta yotoqxonalik penthouse planirovkasi. Bular endi odatda burchaklarda joylashgan bo'ladi. Xo'p, kirish ana. Kirgan katta mehmonxona, oshxona, общий sanuzel, mana bu yerda yopiq oshxonasi ham bor mana. Xo'p. Mana bu yerda bitta yotoqxona o'zining sanuzeli va garderoblari bilan birga, ikkinchi yotoqxona o'zining sanuzeli va garderoblari bilan birga va uchinchi yotoqxona o'zining sanuzeli va garderoblari bilan birga. Ko'rayotganlaringizdek mana balkonlari, basseyni, sunken seat, suvda toblanadigan joylari va suvlar, ko'rayotgan va yashil zonalardan iborat. Xo'p, mana bu yerda mana tepaga chiqadigan
zinapoyasi bor. Tepaga chiqilganda mana ko'rayotganlaring mana katta hol, hozirgi mehmonxona ko'rinib turadi katta. Va mana bu yerda yordamchilar xonasi o'zi bilan birga, mana kinoteatr, bitta yotoqxona, o'zi bilan birga va garderob bilan birga. Va yana bitta yotoqxona mana. Bu yerda yana bitta yotoqxona, u master yotoqxona. O'zining garderobli xonasi va sanuzi bilan birga. Bundan tashqari uni ko'rayotganlar o'zining balkonlari va balkonda jakuzilardan iborat bo'ladi. Proyekt juda ham unikalning, o'ziga xos. Park yonida joylashuvi, suvga bo'yida joylashganligi, ham Burj Xalifa, Burj Al Arab, suv, parkda ham vidi bo'lganligi bu proyektni juda ham unikalni qiladi, ya'ni o'ziga xos qiladi. Proyekt 60 ga 40 to'lov aplatasi bilan, to'lov plani bilan taklif qilinmoqda. Ya'ni 60% qurilish davomida 40% kalit olinayotganda, qurilish topshirilishi 2027-yilda 2027 o'rtalarida belgilanmoqda. Bu proyekt haqida qisqacha ma'lumot sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar, savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Rahmat katta.